Eshitdingda, yigit kishini qo'lidagi qilichini o'tkir bo'lishi cho'ntagidagi puliga bog'liq bo'lib qolar ekanda. Ishlari yurishmay qolsa, bir yiqilsa, yonida yugur yetimini qilib yurgan insonlar ham shunday yuz-yuzga oyoq qo'yar ekanda, sizdan uzoqlashar ekan. Foydasi tegmay qoladi-ku insonlarga. Yigit kishini qo'li kalta bo'lsa, qiynalib qolsa, u bilan hech kim hech narsani maslahat qilmaydi. Bir keraksiz matoqdek bir chekkaga irg'itib qo'yishadi. Kerakligingda foydalanaman sendan. Hozir muhimbasan. Gapingiz o'tmaydigan bo'lib qolar ekan. Ko'chada, oshna og'ayni ichida ham, hattoki oilada ham. Erkak kishini boshi bandasiga egilmasin. Hech kimni qo'liga qarab qolmasin. Alloh omadini bersin har bitta erkakda. Nima bilan sinalsa sinalsin, lekin erkak kishi bu yo'qchilik bilan sinalmasin ekan. Bu gaplarim sizga oddiy bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bu narsani boshidan o'tkazib, ko'zlari bilan ko'rgan erkaklar tushunadi bu narsani.